Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz bilan mutaxassis, tizza bo'yicha mutaxassis Zaripova Shabon Sadulayevna, tibbiyot fanlari nomzodi. Tizza boylamlari bor, tizzani osteoxondrozi bor, tizzani osteoporozi bor, menisklar bor, ya'ni lateral medial menisklari bor, epikondilitlar bor, gonoartrozlar bor. Tizzani o'zida million kasallik bor. Lekin buni diagnostika qilmasdan sizni meniskizda o'zgarish bor yoki buningizda o'zgarish bor deb sizni to'g'ridan to'g'ri ma'lumot berib sizni noto'g'ri davolab qo'yishlaridan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Chunki sizni belingizda grijingiz bo'lishi mumkin. Belingizda biron bir kasallik bo'lishi mumkin. O'shani oqibatidan biron bir nervni siqilib qolishini oqibatidan tizzingiz og'riyotgan bo'lishi mumkin. Bu narsaga aniqlik kiritmasdan turib, siz o'zingizni ko'r-ko'rona davolanmang. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz, biz sizdan to'liq anamnez olib, shunga qarab turib sizga diagnostika qilamiz. Kerak bo'lsa sizni kerakli mutaxassislarga yoki kerakli tekshiruvlardan o'tkazamiz. Salomat bo'ling.